Sergelini lokatsiyasi juda ham garchi bo'lgan joydan Sergeli 3-metro bekati yonginasida Golden Life ko'pchilik biladi. Golden Life orqasida 100 metr ichkariga kirganda 10 qavatli Novostroyka domimizni 6-qavatidan 2 xonali Yevro remont mebel texnikasi bilan kirib yashashga tayyor. Arenda qo'ysalardan bemalol $500 bemalol arenda qo'yadigan joyimiz chiqdi. Uyimizni sizlarga tanishtiramiz. Bu yoqdan pardozdan ko'rsatamiz sizlarga. Bu yoqdan pardozdan kirib kelish uzun perxoshga kirganimizda xonalar alohida. Yotoqxona, to'g'rida bandaxona, hojatxona, mehmonxonamiz alohida bo'ladi. Birinchi sizlarga ota-ona yotoqxonasini tushuntiramiz. Ota-ona yotoqxonasida mana spalni, shkaflari, turmalari, hamma narsasi qoladi. Chiroyli nusxada yozilgan. Remontiga gap yo'q. Remont juda ham zo'r qilingan. Bu yoqda esa alohida o'zini dushovый kabina qilingan bandaxonasi. Bu yoqda alohida o'zini sanuzel. Proyekti juda ham chiroyli chiqqan. Bu yoqda alohida o'zini mehmonxonasi bo'ladi. Mягкий divanlar qo'yilgan. Televizor qo'yib, bemalol o'tirib, mehmon kutishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Oshxonasini ko'rsataman. Bu xonamizning ko'chaga qaraydigan oynasi bor. Bu yoqda oshxonasi. Bu yerga uголок qo'yib, o'tirib, choy ichishga joylari yetarli. Ota-ona yotoqxonasidan oshxonaga kirib chiqsa bo'ladi, mehmonxonadan kirib chiqsa bo'ladi. Bu proyektni bilgan biladi, juda ham chiroyli qo'yilgan. Bu mebel, kухonniy mebel qilib beradi egalari, zakaz bergan ekan, 1-2 kunda qilib berishadi ekan. Bu yog'i tashqi tomoni fasadlari juda ham chiroyli chiqqan. Uyimiz 2 xonali, narxi 63.900 so'ralyapti. Sunnat yozgani kelishadigan joyi bor. Kelib ko'rib bosadigan joyi, lokatsiyaga gap yo'q.